Assalomu alaykum. Bugun 28-sentyabr 2025-yil Velis Agro jamoasi, Cloud firmasi, biz Toshkent viloyati Qumariqdamiz. Rafiq akamning dalallaridamiz. Bu joyda Rafiq akam Arden degan Gulkarom duragayni ekkanlar. Bu Cloud kompaniyasiniki, Fransiyaniki. Rafiq aka qachon ekdingiz buni? Buni 1-oyda urug'ini tashlaganman. Teplisamizga. Nimada iyunda ekilgan. Ya'ni iyunni boshida ekkansiz. Iyunni boshida ekilgan. Butun o'sha yoz davomida o'sha chillani ko'rgan Karom ekanda bu. Chilladan o'tib, issiqlarni ko'rib, issiqlarni hammasini ko'rdi. Mana endi sentyabr oxiri kelib, ya'ni biz hozir nechinchi terimdamiz? Hozir 3-terim. 3-terimda turibmiz. Gulkarom 3 kilo atrofida bo'lgan o'rtacha. 3 kilo bor. Qo'yib bersa 10 kiloga ham borishi mumkin. Endi qo'ymayamiz, bizning klientlarimiz sal mana shunaqaroq oladigan darajada turibdi. Supermarketga olishadi. Supermarketga shularga biz beramiz. Keyin suhbat davomida bir chiroyli gap aytdingiz. Bu o'zi ko'rinishi Karomga ham o'xshar ekan-da. Ya'ni mana o'ralishiga qarab turib, shunaqa. O'ralish chiroyli bo'lganligi uchun o'sha Ardentni eng katta bitta ustunliklaridan bittasi ham shu o'zini o'zi o'rashi. O'zini o'zi o'raydi. Go'zal o'raydi. Mana shunaqa baglarini bitta ustun tomoni, dehqonlarga yaxshi tomoni, hali biz oldin karam eksak ustini yopib yurardik-ku. Sindirib. Sindirib. Hozir bunda sindirish yo'q. 99% sindirmayapmiz. Atak sindirish yo'q. Hammasi o'zini o'zi o'rab mana ko'rsatib turibdi. Keyin Gulkaromlarda, dehqonlarda bir muammo bor. Patlaydi deydi, tuklaydi, patlaydi deb aytishadi-da, Karom o'zi. Bunda unaqa narsa kuzatdingizmi, kuzatmaysizmi? Bunda hali chiqmadi bu narsa. Mana ochib ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana Karamda unaqa narsa yo'q. Mana oppoqini dona-dona, hali ovqatga solganda ham dona-dona chiqadi. Mana oppoq Karom. Juda ham go'zal. Qorda oppoq bo'lib turibdi. Qorda oppoq bo'lib turibdi. Mana o'zini o'zi o'rab turibdi. Bu hali misol uchun magazinga qo'yib qo'ysangiz ham bir hafta indamay turib beradigan karamlardan. Shunaqa ekan. Juda ham sifatli, juda ham chiroyli ekan. Xursand bo'ldik ko'rib. Hosildorliklari ham yaxshi o'xshayapti. Urug' yetishtirib olib kelib berganligiga ham rahmat. Baraka topsin. O'sha firma bilan ishlab turibmiz, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lyapti. Mana o'rtacha hozir hisobladik 100 kun, 105 kunda terim boshlangan, birinchi terim. Ertak emas, bu o'rtak hisoblanadi Gulkaromimiz. Sal biroz kechikkanmi, lekin sifat bo'yicha eng oldi Gulkaromlardan bo'lib turibdi hozir. Mana o'rashlari juda ham chiroyli. Butun yoz chillasini ko'rgan, o'sha 45-50 gradusda ham issiq bo'ldi-da. 60 ga ham chiqdi-ku. Shunaqa issiqlardan bizga yetmaydi bu davlatimiz. Issiqlardan o'tib kelib, mana shunaqa natijani ko'rsatyapti. Bu juda ham yaxshi. O'shaning uchun ham o'zi hozirgi paytda bozorimiz ham chaqqon bo'lib turibdi. Narx-navolar ham, narx-navosi ham yaxshi, yomon emas. Shunaqa. Keyin bunda hali karam yomon atxot ko'p chiqardi oldin karam. Bunda atxot kam chiqyapti. Birinchi terimda chiqdi, bekitmaymiz. Mana hozir kechadan beri hali ikkita dona atxot chiqdi, boshqa chiqayotgani yo'q. Dehqonlar biladi uni atxot nimaligini. Bunda yo'q. Juda ham yaxshi. Bu degani yo'q degani-da, hisobda yo'q degani, pashta yo'q degani. Albatta har bitta tergan Gulkaromingiz bozorga borib sotilib tursa, bu juda ham yaxshi. Atxot bo'lgandan yomoni yo'q. To'g'ri. Lekin yaxshi karam ekan. Nima deysiz, tavsiya qilasizmi dehqonlarimizga mana o'zi dehqonlarga mana bu eksin, yomon emas ekan. Mana shu urug' nomi Arden degan F1 deb qo'yishdi, F1 deyilgan. Mana shunday eksa yomon bo'lmaydi hech kim. Biz yomon bo'lmayapmiz. Xudoga shukr, atxoti yo'q, boshqasi yo'q. Bir tekisda o'zimiz, Xudo xolasa, kam bo'lmayapmiz. Yaxshi, barakasini mana shuni ekishga harakat qildik. Yaxshi bo'ldi lekin. Mana dehqonlar, hurmatli dehqonlar, fermerlar, ekinglar, foydalaninglar. Ardent juda ham ishonchli, sifatli, bozor eng oldi Gulkaromlardan bittasi, yozgi issiqlarga ham chidamli bo'lgan Gulkarom. Tavsiya qilamiz. Rafiq aka tavsiya qiladilar, bemalol ekinglar, foydalaninglar. Rafiq aka sizga rahmat, barakasini bersin, chiroyli bo'pti. Oxirgacha chiroyli bo'lsin, barakasini bersin. Hamma dehqonlarga shunaqa tavsiya qilamiz, barakasini bersin. Amin. Rahmat, salomat bo'ling.